رسول الله رسول الله طال بي الحنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، biz sirat darsimizda davom etamiz. Sirat darsimizdan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va shu Bani Hoshim va Bani Muttalibni bu Makka mushriklari Abu Talibning soyiga solgan edi, tarasi deydi. 3 yil qamal qilgan edi. Ya'ni bundayga aytganda boykot qilgan edi. Oldi berilar to'xtatgan edi. O'tgan darslarimizda aytdik. O'shanda Abu Talib o'shaning oxirlarida o'zi kasal bo'lib boshlagan edi. Bugungi darsimiz Abu Talibning vafoti bo'ladi. Bu Abu Talib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakisi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda ko'p yordam bergan edi. Bu paytda 85 yoshlarga yetgan edi deydi. Demak, Abu Talib Shiyabga kirganda ham 82 yoshlar bo'lgan. Juda qiynalgan. Aytdik-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'sha ahli oilalari yoki qavm qarindoshlari qattiq qiynalgan bu mushriklar bularni boykot qilganda. Ya'ni mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vatini oldini olishlikni istadi. Hamma yo'llarni qildi. O'sha oxirgi yana bitta yo'llaridan hamma buning qavm qarindoshini yig'amiz, o'shaga solamiz, bular bilan nima qilmaymiz dedi. Oldi berdini qilmaymiz. Asosiy kirishlari endi bu mushriklar hammasi yig'ib olib kelib solmadi. Asosiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ular qattiq zarar bermasin deb Abu Talib hamma qavm qarindoshini yig'gan bu yerga. Ya'ni majbur qilgan ular. Majburlikdan o'sha daraga kirib, hatto Abu Talib o'sha aytdi-ku, kechalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi nimalariga, to'shaklariga yotgan, birozdan keyin nima qilgan? Uni olib borib boshqa joyga yotqizgan. Shunchalik darajada tadbir olgan. Abu Talibning yaxshiliklarini aytsak-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu paytgacha katta xizmat qilgan. Abdul Muttalib vafot etgandan keyin Abu Talibga qilgan o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 8 yoshlarda vafot etgan edi. Hozir qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda 50 yosh. 42 yil yordam qilib, yaxshilik qilib turgan kishi bu. Abu Talib, Ali roziyallohu anhuning otasi. Bugun shu kishining vafotini o'tamiz. Bu kishi uyida, ya'ni muhtazar kasal bo'lib yotib qoladi. Keyin bu kishi o'zi mushrik edi, musulmon bo'lmagan. Mushrik bo'lgan. O'g'li Ali roziyallohu anhu u birinchi kun musulmon bo'lgan. 9-10 yoshligida. Bu otasi Abu Talib musulmon bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi amakilari 10 tadan ziyod bo'lgan, 4 tasini ko'rgan hayotda. 4 tasini o'sha payg'ambar bo'lgandan keyin ko'rgan, 2 tasi musulmon bo'lgan, 2 tasi kofir. Abu Talib bilan Abu Lahab ular kofir bo'lib ketgan. 2 tasi musulmon bo'lganlar qaysi? Abbos bilan Hamza, ular musulmon bo'lgan. Keyin bunga o'sha kasal bo'lganda uyiga Abu Jahl va Abdulloh ibn Abi Rabi'a deydi. Ular kirgan. Va jumladan boshqa kofirlar ham o'sha Abu Talibning huzurida kelgan. O'zi bundan oldingi nimada ham ba'zi kofirlar aytgan ediki, Abu Talib kasal bo'lyapti. Teginmanglar, bu o'zi o'lib ketadi, keyin Muhammad o'zi to'qa qolib qoladi. Biz uni xohlaganimizdek nima qilsak o'ldiramiz, nima qilsak qilaveramiz degan umidlari bor edi. Abu Talibning kasalligini ko'rib. Haqiqatan endi o'lim to'shagida yotgandan keyin mushriklar o'sha hamtovoqlari keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin keldi. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Talibning oldiga keldi, "Ey am" dedi. "Ey amaki" dedi. Qarang, "Ey amakim" deyapti. Bu yerdan foyda, ya'ni agar amakingiz mushrik bo'lsa ham, endi bu mushrik bo'lib ketdi, sen mening amakim emasan degan hamma uzib qo'ymaymiz ekan. Ya'ni xabar olamiz ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borib mushrik amakisini nima kasalligida xabar olyapti. Bir odam kofir bo'lsa, kasal bo'lib qolsa, yaqin qarindoshi bo'lsa, bo'lib ham haligi u odamning yaxshiligi tekkan bo'lsa, deylik, tasavvur qiling, masalan, bir kofir yurtdasiz. Ish olaroq bir necha odam bilan kelishdingiz. Keyin haligi kofir kasal bo'lib qoldi. Masalan, hadisda keladi-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, musulmon kishining boshqa musulmon kishining ustida 6 ta haqqi bor. Birovi iyadatul mariz deydi-ku, kasal bo'lsa xabar bo'lishlik-ku. Bu musulmonning haqqi, endi kofir kasal bo'lsa xabar olmaymiz deymizmi? Yo'q.
kofir kasal bo'lsa ham yoki o'sha aloqangiz bo'lsa, tanishingiz bo'lsa, borib xabar olasiz. Bu yana bir voqea bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida. Bir qo'shnilari ahli kitobdan bo'lgan. O'g'li kasal bo'ladi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar olgani boradi. O'lim to'shagida bo'ladi, oxirgi nafaslari bo'ladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha qo'shnisini, o'sha o'g'ilchani da'vat qiladi. U keyin otasiga qaraydi. Qana otasi u ahli kitobdan. Otasi aytadiki, "Ati Abul Qosim, Abul Qosimga itoat qil" deydi. Shunda o'sha go'dak, ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb kalima shahodat keltirib nima qiladi? Vafot etadi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha ahli kitob edi, kofir edi. Oldiga xabar olgani borib, shunda aytganki, "Men sababli do'zaxdan qutuldi" degan. Demak, o'sha vafot etayotganda ham nima kofirlarning xabar olishlikdan musulmon kishiga katta foyda bor ekan. Siz sababli o'sha bir kofir, masalan, musulmon bo'lib vafot etsa, kalima shahodat keltirib vafot etsa, bu sizga savob yoziladi. Ya'ni siz sababli u musulmon bo'lyapti. Dunyo va oxiratdagi narsalardan, ya'ni ancha nima degan? Dunyodagi hamma narsalardan yaxshi degan boshqa hadisda. Xulosa keyin amakisiga aytdiki, "Ey amaki, qul la ilaha illalloh" dedi. Siz la ilaha illalloh deng. Ya'ni Alloh taolodan boshqa haq ma'bud yo'q deb guvohlik bering dedi. Ya'ni amakisiga aytayapti. Amakisi Abu Talib kasal yotgan. Yonida mushriklar turgan. Abu Jahl, boshqalar hamma necha kishi turgan. Bu kalimani qiyomatda Alloh taoloning oldida men hujjat qilaman. Ya'ni bu kalimani aytgan edi musulmon deb, ya'ni jannatga kirishingizga sabab bo'ladi degan. Keyin Abu Talib bo'lsa, yonidagi Abu Jahl bilan bu Abdulloh ibn Abi Umayyalar, sen atarg'abu an millati abik, ya'ni sen ota bobongning millatidan yuz o'girasanmi degan. Ota bobongning dinidan chiqib ketasangmi endi degan. Shunda oxirgi gapi ala millati Abdul Muttalib deb ketgan. Men Abdul Muttalibning dinidaman deb ketgan. O'zi Abdul Muttalib ham u Abu Talibning dadasi bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bobosi bo'ladi, ya'ni otasining otasi bo'ladi. U ham ya'ni mushrik vafot etib ketgan edi. O'shaning dinidaman deb, qarang bu yerdan yana nima foyda olinadi desa, ya'ni taqlid deydi-ku, ya'ni shaxsparastlik ba'zida sizda o'sha kufringizga sabab bo'lib ketadi, yo nifoqingizga sabab bo'lib ketishi mumkin yoki bid'atingizga. Masalan, otangiz yoki qarindoshingiz bir, bobongiz bir bid'at ishni qilaversa, yo'q, bu mening bobom bo'ladi, men ham o'sha bid'at ham bo'lsa qilaveraman desangiz, bu nima? Sizni kufrgacha ham olib beradi. U kufr bo'lib qabrga sajda qilaversa ham borib orqasidan qabrga sajda qilmaysiz-ku. Ya'ni shuning uchun bid'atlardan u, ya'ni haq shaxslar bilan bilinmaydi. Haq nima? Sen haqni bil degan, keyin haq ahlini bilasan degan. Haqda avval o'zini bilishligimiz kerak. Keyin haq ahlini taniymiz. Shuning uchun Abu Talib kofir ketadi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Vallohi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu" dedi. Ya'ni Alloh taologa qasamki, ya'ni men Abu Talibga endi Alloh taolodan istig'for so'rayveraman. Modomiki Alloh xohlay meni man qilmasa istig'for so'rayveraman dedi. Keyin boshqa mu'minlar ham, boshqa bir Imom Ahmadning rivoyatida keladi, Ali roziyallohu anhu bir nimada bo'ladi. Ali roziyallohu anhu oldida bir ota-onasi mushrik bo'lgan odam ota-onasiga ham duo qilaveradi degan. Ali roziyallohu anhu aytadiki, sen ota-onangga ham mushrik bo'lsa duo qilasangmi degan. Oxir Qur'onda Ibrohim alayhissalom otasiga duo qilgan-ku deydi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Ya'ni bir oyat nozil nima uni aytamiz. Bir oyatning nozil bo'lish sababiga masalan bir necha sabab ham bo'lishligi mumkin. Faqat bitta sabab emas. Bu yoqdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Talibga nima qilyapti? Istig'for so'rayapti. Keyin shunda Alloh taolo oyat nozil qiladi. Ya'ni innaka la tahdi man ahbabta walakinna Alloha yahdi man yasha. Sen suygan kishilaringni hidoyat qila olmaysan deydi. Lekin Alloh taolo xohlaganini hidoyat qiladi deydi. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Talibni masalan yaxshi ko'rardi. Tabiatan, ya'ni chunki u nima qilardi? Bu shar'iy muhabbat emas. Abu Talibning ham muhabbati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu shar'iy emas edi. Bu ya'ni jiyani bo'lganligi uchun edi. Shuning uchun keyin yana Tavba surasida yana oyat nozil bo'ladiki, ya'ni ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeena
ya'ni payg'ambarga ham va iymon keltirgan odamlarga ham, ya'ni mushriklarga duo qilishliklari mumkin emas. Ya'ni ular jahannam egalari ekanligi aniq bo'lgandan keyin deydi. Mana shu oyat nozil bo'lgangacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va mu'minlar ham, ya'ni o'sha ota-onalari kofir bo'lsa, mushrik bo'lsa, ularning haqlariga "Ey Alloh kechir, mag'firat et" deb duo qilib turgan. Shu oyat nozil bo'lgandan keyin boshqa ota-onalari yoki yaqin qarindoshlari kofir ketgan bo'lsa, boshqa duo qilmagan. Ya'ni xulosa, kimki kofir ketgan bo'lsa, uning haqqiga nima qilinmaydi? Duo qilinmaydi. Bizga Alloh taolo Qur'onda yana ta'lim berganida oyatda keladi-yu: "Vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman" deb qaytlaydi. Ya'ni ulardan keyin kelganlar, "Ey Robbimiz, bizdan oldin iymon bilan o'tgan birodarlarimizni kechir, mag'firat qil" deyapti. Qarang, iymon bilan o'tgan birodarlarimizni kechir deb duo qilinadi. Nima? Bizdan o'tgan hamma avlodimizni kechir, hammasini kechir desangiz, ularga nima? Umum ham nima? Biz o'zi masalan islom diniga kirishidan oldin, ya'ni bizning diyorlarimiz fath bo'lishidan oldin, 700-yildan oldin majusiy bo'lgan odamlar. O'sha hamma diyorlar. Keyin kelib fath bo'ldi, alhamdulillah. Undan keyin odamlar musulmon bo'ldi. Fathdan keyin. Undan oldingi bu bo'ladi, bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni nima, kofir bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun Robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman deydi. Keyin Ali roziyallohu anhu, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha paytda chiqib ketadi. Keyin Abu Talib vafot etadi. Keyin Ali roziyallohu anhu keladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga. Aytadiki, ya'ni sizning adashgan amakingiz vafot etdi deydi. Ya'ni sizning adashgan amakingiz vafot etdi deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bor otangni ko'm degan. Chunki bu yerda endi bir foyda, vaqtiki u kofir bo'lib vafot etsa, unga yuvilmaydi, u kafanlanmaydi, u janoza o'qilinmaydi unga. Chunki u musulmon emas. Bu janoza qilishlik, yuvishlik, bu kafanlash, olib borib, haligi lahat qilib, qabr qozib, lahat qilib ichiga nima qo'yishlik, bu musulmon kishining haqlari. Kofirdi deydi, o'sha kitoblarda keladi, bir haligi hayvon vafot etsa, hayvon o'lsa, o'shaning haligi o'tirsa sasib ketadi-ku. O'shaning chunki uning hurmati yo'q. Uning hali zarari kelmasin deb bir chuqurcha qazib olib borib tashlanadi deydi hatto. Bu hurmat qilib ko'tarib olib borilmaydi deydi. Uning zarari kelmasin, yetmasin deb o'shanaqa bir hayvon o'lganday olib borib tashlanadi deydi. Chunki kofirning boshqa hurmati qolmaydi. Keyin bir kuni Abbos aytdi. Abbos ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning endi amakisi. Baribir kim akasi bo'ladi endi? Abu Talib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab aytdiki, "Bu sening bu amaking" dedi. "Shuncha yillar seni himoya qildi, senga yordam berdi. 42 yil yordam bergan, qarang." Ya'ni kofirlar bilan, mushriklar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orasida devorday turgan deydi. Ya'ni o'sha mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qattiq hujum qilmagan sababi bu Abu Talibdan qo'rqib turgan. Ya'ni qavmning kattasi bo'lgan. Shunchalik senga yordam berdi, sen bu amakingga biron yordam bera oldingmi degan Abu Talibga. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytdiki, u men bo'lmasam edi, u do'zaxning eng asfala safilinda edi, eng pastki qatida edi. Munofiqlar, ya'ni azoblanadigan joyda edi. Endi mening shafoatim sababli uni Alloh taolo unga olovdan bo'lgan. Imom Muslimning rivoyatida keladiki, Nassan, ya'ni Abu Talibga olovdan bo'lgan ikkita o'sha oyog'iga kiygizdiriladi, oyoq kiyim. Undan o'sha nimasi, miyasi qaynayveradi degan. Dimog'i. Bu eng do'zax ahlining eng yengil azobi degan. Alloh taolo saqlasin. Ya'ni qarang, do'zax azobining eng yengil azobi bu shu. Endi u haligi qattiqlari qanday bo'lsa, munofiqlar fiddarkil asfali minan nar yoki kofirlarning boshqalari. Qarang. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ning shafaati qiyomat kunida shafaat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shafaati har xil. Bittasi mana shu do'zaxdagi odamlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqat bu yerda og'ir azobdan yengil azobga olib borib qo'yapti, tamom. Hech kim kofirni
olib jannatga olib bora olmaydi. Shuning uchun kimki kofir holatda o'lsa, u do'zaxdan boshqa joyga bora olmaydi. Jannat unga harom bo'ladi. Kufr ketsa, ya'ni bir kufr ishni qilib ketsa yoki iymonini sindirsa, qabrparastlik bo'laman yoki masalan boshqa kufr ishlarda folbinparastlik bo'laman, folbinga boraman, iymonini sindiradigan masalalar bor, qabrga borib sajda qilaman, Alloh taoloni qo'yib boshqa bir Alloh taoloning islom dinini qo'yib boshqa bir nasroniylikni tanlayman, majusiylikni tanlayman, yahudiylikni tanlayman, butparastlikni tanlayman, u borar joyi do'zax u. Jannatga bora olmaydi. Agar biror bir kofir do'zaxdan chiqib jannatga borganda edi, u kim haqli bo'lardi? Abu Talib haqli bo'lardi. 42 yil Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yordam berib kelyapti. La ilaha illallohda ayt, qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida men shafaat qilaman desa, ona aytmayapti. Qarang, shunchalik qiyinmi deysizda, oxirgi bitta kalima vafot etib ketyapti. Lekin bu Alloh taoloning hidoyati deydi buni. Alloh taolo hidoyat qilmasa, u nima qilib ketilaveradi. Shuning uchun ko'p Alloh taolodan hidoyat, tavfiq, haligi iymonda sobit qilishlikni so'rash kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'p duolaridan nima edi? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik degan. Ya'ni diningda mening qalbimni sobit saqla degan. Ya'ni o'zgartirib yuborma degan. Keyin Ali roziyallohu anhu borib ko'mib keladi. Ko'mib keldim deydi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga aytadiki, borib g'usl qilib kel deydi. G'usl qilib keladi Ali roziyallohu anhu. Shuning uchun ba'zi mazhablarda, ya'ni kimki o'sha nima qilsa, mayitni masalan ushlasa, ko'tarsa, olib borib kelsa, g'usl qilsin deydi. Ba'zi zaif hadislar kelgan shu haqda. Endi xulosa, demak, Abu Talib 85 yoshida vafot etdi. La ilaha illallohni aytmay ketdi, kofir ketdi. 42 yil Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yordam berganim bo'lsa, lekin u jannatga bora olmaydi va u do'zax ahlidan bo'ldi. Alloh taolodan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men istig'for so'rayveraman to Alloh qaytarmasa deguncha, keyin Alloh taolo qaytardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki payg'ambarga va mu'minlarga mumkin emas, ya'ni kofirlarga duo qilishliklari. Ya'ni shuning uchun hozir ham nima kofirlarning haqqiga ey Alloh ularni kechirsin deb bo'lmaydi. Masalan, o'zimizda ba'zi e'tiqod borki, masalan, faloncha bir joyda masalan rahbar bo'lsa, uni ham Alloh taolo qaysidir fe'lini yaxshi ko'rganda, o'shaning uchun u yerga bir rahbar qilib qo'yibdi-da, deydi-yu. Yo'q, u agar kofir bo'lsa inson, uning nimasi, haligi foyda bermaydi. Chunki Fir'avnni ham rahbar qilib qo'ygan Alloh taolo. Abu Jahllarni boshliq qilib qo'ygan edi. Masalan, Fir'avn qo'lining tagida, Misr qo'lining tagida edi. Unaqa necha Fir'avn qorinlar o'tib ketgan unaqa. Qarang, shunchalik katta mulklari bilan. Qorin bilan Fir'avn desa Alloh taolo yaxshi ko'rgan edi-maki. Ularni olib qo'ygan edi. Masalan, bunaqa bilan belgilanmaydi, ya'ni bir narsa bilan. Faqat iymon bilan belgilanadi. Kimki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb vafot etsa, oxirgi nafasi bilan ham bo'lsa, qarang farqni, haligi ahli kitobdan bo'lgan nima gap Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar olgani bordi-yu. Oxirgi hayotida qarang, u musulmon bo'lib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, men sababli bu do'zaxdan qutuldi dedi. Lekin o'zining amakisi nima qilyapti? 42 yil yordam berib ham turib, la ilaha illallohni aytmay ketyapti. Bu do'zaxga ketyapti. Shuning uchun biz la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, ya'ni iymon haqida, iymon kalimasi haqida juda katta ilmga ega bo'lishligimiz kerak. Ya'ni bu oddiy kalima emas bu. Ya'ni bizning asosiy narsamiz shu. Endi boshqa narsamizga qarasak, amallarimiz, nimalarimizga bu juda bir kam, ya'ni xatochilik bilan qilamiz. Namozlarimizga qarasak ham namozlarimiz nima, fikr xayollarimiz har yoqda, boshqa amallarimiz yoki roza, boshqa desa illo kamchiligimiz bor. Ya'ni aqlan shu la ilaha illallohni bir yaxshi tushunib, shartlarini yaxshi bilib, nima, ya'ni buning navoqizlarini yaxshi o'rganib, bir nuqs, ya'ni bir shirkiyot kelmasin. Mana bu narsalarda musulmon yaxshi ahamiyat, diqqat berishligimiz kerak yani. Endi bu nima foyda olamiz desak, birinchisi, ya'ni nima deya yashasangiz o'shanda o'lasiz degan bir qoida chiqadi. Chunki Abu Talib u 85 yil o'zi nimada yashadi, nimaning ustida yashadi? Kufrda yashadi u. Garchi musulmonlarga yordam bersa ham, neki insonning o'zi kufr bo'lsa ham, kofir bo'lsa, u o'shanda o'lib ketadi. Shuning uchun inson, ya'ni birinchi musulmon odam o'zi iymonini sobitlash kerak, boshqalarni da'vat qilishlik kerak yani. Ikkinchi, tavhidning fazli.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti-ku, la ilaha illalloh deng, hatto Muhammadur Rasulullohni aytmagan shu yerda. Mana shu la ilaha illalloh deng, men nima qilaman? Shu kalima bilan qiyomat kunida hujjat talashaman deganda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytadi, ya'ni innalloha yaqbalu tawbata an ibadihi ma an abdihi ma lam yughargir deydi. Alloh taolo bandasidan tavbasini qabul qilaveradi, modomiki jon mana shu halqumiga kelmagunigacha deydi. Qarang, o'sha paytgacha masalan joningiz oyog'ingizdan chiqib kelyapti, o'sha paytda ham masalan Alloh qabul qilaman deyapti. Qarang, shu darajagacha ya'ni insonga imkoniyat berib tashlagan. Alloh taoloning rahmati kengligi va haligi tavhid kalimasi la ilaha illallohning fazli nima? Ulug'ligidan, ya'ni. Endi bu yerda yana nozik nuqta borki, ya'ni muoyana paytida qabul qilmaydi Alloh taolo. Demak, hay shu birodam aytsaki, o'lgunimgacha nima Alloh qabul qiladi ekan. Hay qachon o'laversam, oyog'im tomondan jonim chiqib kelaversa, oyog'im yaxlab, endi iymon keltiraman desa, uning qarshisida nima? Muoyana paytda, ya'ni o'limni ko'z bilan ko'rgan paytda Alloh iymonni qabul qilmaydi. Bunga misol Fir'avndek misol. Fir'avn Muso alayhissalom bilan kurashdi. Urushdi. Oxirida xulosa orqalaridan quvdi. Daryo ochilganda Muso alayhissalom bilan qavmi o'tdi. Fir'avn ham endi kirib borganda keyin haligi qaradi, suv Alloh taolo suvga g'arq qildi. O'sha yerda aytgan. Bu yerda aytganki, Bani Isroil iymon keltirgan ilohga men iymon keltirdim degan. Shunda Alloh taolaning javobi nima bo'ldi? Iymon keltirdim deyapti. Lekin Alloh taolo aytdiki, al-ana dedi. Endi hozir iymon keltirsangmi dedi. Chunki u ko'zi bilan ko'rdi, u malakul mavtni ko'rdi, joni chiqyapti u. Tamom u. Alloh taolo qabul qilmadi buning iymonini. Shuning uchun ya'ni haligi biz ma'lam yug'arg'irni yaxshi tushunishligimiz kerak. Ya'ni muoyana paytida oxirgi u malaikalarni ko'ryapti u. Endi iymon keltiraman desa u foyda bermaydi boshqa. Vaqt tugadi, bitdi. 70 yil yashadi u odam. 80 yil yashadi. U nima qildi bo'lmasa? Allohim musta'an. Xo'p. Keyin yana bitta nimasi mutaassiblikning zarari. Masalan, Abu Talib nima uchun masalan kofir bo'lib o'tib ketyapti, iymonni qabul qilmayapti? Asosiy sabab nima bunga? Mutaassiblik. Yonidagi Abu Jahllar nima deyapti? Ota bobongning millatidan qaytasangmi deydi. Ota bobong dindan chiqasangmi deyapti. Demak, mutaassiblikning zarari bor. Sizni kufr ham qilib tashlaydi ekan. Keyingisi hidoyat ikki xil bo'lar ekan. Hidoyat tavfiq va hidoyat nima deymiz? Irshod. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo innaka la tahdi man ahbabta deyapti. Walakinalloh yahdi man yasha deyapti. Sen yaxshi ko'rgan kimsani hidoyat qila olmaysan deydi. Lekin Alloh xohlaganini hidoyat qiladi deyapti. Boshqa bir oyatda nima deydi? Innaka la tahdi ila siratin mustaqim deydi. Sen to'g'ri yo'lga hidoyat qilasan degan. Buni to'g'ri yo'lga hidoyat qilasan deganini mufassirlar hidoyat irshod deydi. Ya'ni amr ma'ruf qilasan, odamlarni da'vat qilasan. Lekin asosiy iymonni Alloh taolo, asosiy tavfiqni Alloh taolo beradi. Keyin yana bitta foydasi yomon do'stlarning zarari ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Ahmad rivoyat qiladi. Al-mar'u ala dini khalilihi deydi. Ya'ni kishi do'stining dinida bo'ladi deydi. Ya'ni jo'rasining dinida bo'ladi deydi. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Ba'zi rivoyatlarda yukhalid deb keladi. Ya'ni sizlar qarangizlar, qana sizlar kimlar bilan aralashayapsizlar, kimlar bilan do'st qilyapsizlar. Aytadi-ku, sen do'stingni ayt, do'stlaring kim ekanligini ayt, men seni aytaman kimligingni deydi. Sen do'stlaringni menga ayt, kim ular? Men senga keyin kimligingni aytaman degan o'sha. Haqiqatan insonning solihligi, solih odamlar bilan bordi keldi qilsa, solih odamlar bilan o'tirsa, demak u odam solih ekan. U hamma boshqa bir haligi fosiqlar bilan yursa, bordi keldi qilsa, o'shalar bilan do'st bo'lsa, hamtovoq bo'lsa, demak u odam fosiq ekan. Shuning uchun inson ya'ni qarashlik kerak. Kimlar sizga do'stlik qilyapti, kimlar sizdan nima do'stlik qilmayapti. Mana shu yerdan ham o'zingizni kimligingizni ayirsangiz bo'ladi. Oxirda duo qilamizki, Alloh taolodan bizni mag'firat qilsin, kechirsin. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.